Ehtimol muhabbat hozircha anglashimiz mushkul bo'lgan poyonsiz hodisadir. Biz yeta olmayotgan butunlay o'zga bir olam yodgorligi, o'zga o'lcham dalolatidir. Cheksiz koinot bo'ylab 10 yildan ortiq payt ko'rmagan odamim tomon chorlamoqda bu tuyg'u. Balki o'lib ketgandir ham u. Muhabbat makon va zamon sarhadlaridan o'tishga qodir yagona tuyg'udir inson izmidagi. Balki unga ishonib ko'rarmiz, hattoki mohiyatini tushunmasak ham. Mayli, Kuper. To'g'ri. Wolfni bir martagina ko'rish imkoniyati cheksiz quvonch bag'ishlaydi menga. Lekin fikrim to'g'riligini inkor etmaydi. Rostini aytsam,